Birinchi marta Amerika Qo'shma Shtatlari Kaliforniya shtatidan kelayotgan turist qizi bizning mahallamizga yetib keldi va biz uni kutib oldik. 2025-yili birinchi marotaba Amerika Qo'shma Shtatlaridan velikda kelayotgan sayyohni birinchi marotaba uchratdim va unga shaxsan men qoyil qoldim. Sababi ayol kishi bo'lib Amerika Qo'shma Shtatlaridan velikda sayohatga chiqqan yagona inson deb bilaman. Turkey, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan are like eat like in Turkish it's ye. Is it ye? Uzbek too, yeah. And I'm like, Oh, and they're just like Amerikalik 38 yoshli Holly opamiz bizning mahallamizda va bizning oilamizda bir kun mehmon bo'ldilar. Uning eri va bitta farzandi bor. U sayohatini Amerika Qo'shma Shtatlaridan 2023-yilning boshida sayohatni boshlagan va Amerika Qo'shma Shtatlaridan shu yergacha naq 51,000 kilometr masofani bosib o'tgan. Aytingchi, siz ham velikda Amerika Qo'shma Shtatlariga naq 51,000 kilometr masofani velikda bosib o'tgan bo'larmidingizlar?